Hammaga salom bolalar, sizlar bilan men Drake Minecraft. Короче, bolalar, biz bugungi videoda Minecraft lekin qor boladan epic narsalar degan video olamiz. Qaramasam video boshlash oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Qani bo'lmasam biz ko'zlarni oldidan merni sajdat qilamiz, ya'ni ochib olamiz. Xo'sh, to'g'ri, bir oydan beri video qo'ymagan edim. Endi esa mana video chiqaryapman. Keyingi video esa bolalar qanaqa bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xo'sh, okey, easy'ga qo'yamiz. Xo'sh, endi esa modni qo'shib olamiz. Xo'sh, bu yerda birinchi albatta bizga o'sha o'zimizning knopka va kravat, короче, Java deb. Ular esa shader bilan tekstura va bu yerda mana Snow Golem Op deb yozgan. O'sha qor boladan короче epic narsalarda va tepasida Enderman. Agar kimga Enderman qiziq bo'lsa, shu videoga 67 ta like yig'ilsa chiqaraman. 6-7 короче da. Xo'sh, mana shu seedni bizga Zohir Shoh degan obunachimiz bergan. Xullas, bularni kanalga kirib tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Bolalar, men YouTube'dan bir ajoyib kanal topib oldim sizlar uchun. Xo'sh, YouTube'ga Zohir Shoh MC deb yozamiz va shu kanal chiqib keladi va bu yerda ko'rsangiz 3 kishi bilan PvP o'ynaganlar. PvP juda zo'r va hardcore olamda yashab qolganlar. Minecraft lekin har daraja oshgan sari reallashib boradi va bo'lmish hayoti. Menimcha bu kanal juda aynan sizlar va bu yerda yana o'sha video va blogni taxmin qilib bo'lalik. Bolalar, bu videolar juda yaxshi, ko'rishlari soni ham juda zo'r. Xo'sh, bu yerda Herobrine bilan hopchiki o'ynaganlar va mana qorboladan epic narsalar. Bolalar, shu modni bizga o'sha Zohir Shoh MC degan obunachimiz bergan. Xullas, endi esa tezroq kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yinglar. Kommentariyaga direktligini yozib qoldiringlar va videoga go. Короче, endi esa biz playni bosamiz-da bolalar. Zohir Shoh MC'ning kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qachon kiradi deb. A few moments later. Mana bo'lmasam bolalar, biz ham mega kirib oldik va mana aytganlaridek yonimizda qor bor. Bizga bu plyuska tushadi. Endi esa daraxt chopamizda. Xo'sh, daraxt chopamiz, keyin esa bolalar o'zimizga kerakli instrumentlarni yasaymiz. Undan olsin esa verstak va kirka yasaymiz. Okey, endi esa bolalar tosh oldik. Birinchi navbatda bizga bolalar kirka. Okey, biz kirkani ham oldik va instrumentlar yasab oldik. Xo'sh, endi esa bizga faqat qor kerak bolalar. Xo'sh, okey. Agar video emas, Minecraft qotayotgan bo'lsa kechirasiz. Mod shunchalik zo'r ekan, endi biz nima qilamiz? Xo'sh, okey, endi esa biz normalniy qor olamiz. Hali bolalar, men ko'rmaganman lootlarni qanaqa bo'lishini. Hozir esa sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Xo'sh, okey, biz uchun esa birinchi navbatda qor kerak. Menimcha shu qor yetadi. Bolalar, bu sitda aytgancha qishloq ham bor. Короче, bizga zo'r sit berganlarda. Shuning uchun kanallarga obuna bo'lamiz. Xo'sh, okey, bolalar, agar bizda короче Enderman epic narsalar chiqishni xohlasanglar, 6-7 короче 67 ming ta like yig'inglar. Bizda chiqaramiz. Xo'sh, endi esa men shuni o'ldiraman-da. Shirang yot debsan, men senga. Xo'sh, okey, endi esa bizda mash taraflarda qishloq bor. Bizga bu sidni obunachimiz bergan короче. Okey, mana qishloqni ko'rdik. Endi esa bu yerdan tezroq qovoqlarni sindirib olamiz. Bolalar, hozir sizlar bilan birgalikda lootlarni ko'ramiz. Xo'sh, undan oldin esa ko'znitsaga boramiz. Qani bu yerda normalniy narsalar yo'qmi yoki bormi короче. Va bo'ladi. Bitta oyoq kiyim yo'q bo'ldi. Qani bo'lsa endi kiyamiz. Va yizil shirang yot debsan, men senga turi qobetdan men bu narsa ko'rsatyapman. Xo'sh, mayli esa pam. Bitta oyoq kiyim yo'q. Nishto. Uncha ko'rinmayapti. Xo'sh, bolalar, bu versiyada, ya'ni eski versiyada shunaqa uylarda faqat qishda sandiq bo'ladi. Mana qaranglar. Boshqa qishloqda ham ko'rgandim. Faqat qishda shunaqa uylarda sandiqdan narsalar bo'ladi. Xo'sh, okey, endi esa narigi uyga boramiz va u uyda ham mana bola
o'sha короче sandiqda hamma narsalar bor. No bizga nima kerak? Mayli, hammasini qo'yamiz. Endi esa qorli bloklarni yasaymiz va bizga 16 ta qor blok. No da endi esa birinchi lotlarni olishni boshlaymiz. No va okey. Xo'sh, pam, ipam va yo'q, qani bo'lmasam 2 1 2 3 What? Yo, bolalar ishlayapti mod. Wow, bu narsalarni qaranglar. Damlamalar ham beradi, короче, bizga nima kerak emas. Xo'sh, endi esa beton olmos bor ekan bizda. Yo, oltin olma, izumrud blok. Yo, kitoblar ham bor ekan. Yaxshi, oltin olma bizga kerak. Oltinlarni mardalaymiz. Endi esa qaranglar bolalar, men boyman. Mayli, pullarni yerdan intirib olamiz. Xo'sh, okey, endi esa yana bitta quramiz. Xo'sh, bir bam va okey, yo bo'la nima tushdi? O yo'qki, nima? Xo'sh, portal blok. Yo, buni faqat toolboxda bor deb o'yladim. Buni qaranglar bo'la. Portal blok. Yo, qorbo'ladan tushadi deb o'ylamagandim. No, короче, xo'sh, endi yana u enderpearl va lapis. No, da balkim kerak bo'lib qoladi. Xo'sh, okey, endi esa bu yerdan biz keraksiz narsalarni tashlab yuboramiz. Masalan, yo, 8 minutligi juda yaxshi. Xo'sh, go'sh, night vision ham berar ekan. Namuncha zo'r bu. Xo'sh, yana nimalar tashlash kerak? Nima bu? Temirni maydalab oldik. Xo'sh, endi esa verstakni qo'yib, mabiyatda yana yasaymiz. Pipam, yo, narsalar ko'payib ketdi-yu. Xo'sh, bizda 8 ta enderpearl va yana oyoq kiyim va yana regeneratsiya короче narsalar. Xo'sh, nega hech narsa olmayapti? Hozir mablag' tashlaymiz. Okey, cho'chqani go'shti nega kerak bizga? Sakrash jamlanish ham kerak emas. Endi esa xo'sh, oyoq kiyim buni meniki zo'rmi yo buniki? Bilmayman buni ko'rch. Regeneratsiya va yana regeneratsiya, faqat regeneratsiya bor ekanda. Xo'sh, night vision qoladi. Nimaga bilmayman. Yana yasaymiz va oxirgi bo'lgan qorbola va yo, yana Stevni kallasimi? Yo. Shu ham tushar ekan, nahotki tushdi birinchi marta. Xo'sh, qani kiyimlarni yo, o'qitilgan oltin olma. Okey. Kitoblar yana, okey, o'sha oltin sabzi kerak emas bizga, o'qitilgan chunki olma bor. Temirlarni ham tashlab yuboramiz. Shu almas qoladi. Yo, короче, bizga kirka bor ekan va bosh barax. Okey. Xo'sh, shuncha narsalarni tashladik. Yo, короче, kamonni o'zim oldim. Bir amallab. Xo'sh, endi esa bu sabzilar bizga kerak emas. Mayli, endi esa biz almazlarni короче sindiramiz. Da bolasizlar esa обязательно tezroq obuna bo'lib kanalga короче like bosinglar. Hamma almazlarni ham endi esa olib bo'lamiz. Va короче ko'rib turganlardek almazni olamiz. Pam va olib bo'ldik. Xo'sh, endi esa bu yerda juda qotyapti-da. Xo'sh, birinchi navbatda bizga kiyimlar kerak, futbolka va boshqa kiyim bo'ladi. Xo'sh, endi esa yana qaranglar. Pam zo'rdek короче, xo'sh. Okey, polni branya almas короче zo'r bo'ldi. Xo'sh, endi esa bola betda endi biz nima quramiz? Sehrlash stolni quramiz demoqchi edim. Yo, nima gap betda? Xo'sh, okey, qani bo'lsam sehrlash stolni qurishni boshlaymiz. Bitta bunday da to'g'ri qo'ryapman menimcha. Nega yasalamadi? Shunday yasalar, to'g'rimi? Nega? Ko'mir blok ekani, o'zimizda bor ekani. Aytmaysizlar, mayli. Xo'sh, endi esa juda qotyapti. Okey. Endi esa bu yerga tezroq shkaflarni qo'yib olamiz va keyin sehrlashni boshlaymiz. Hozir oxirgi da. Xo'sh, endi esa bu yerda bizda hozir birinchi bo'ldi navbatda toporimizni sharknizda yaxshi effekt.
Xo'sh, endi esa yana bu yerda oltin olmani kerak bizga. Tashlayveramiz. Yana o'ylabdi. Namuncha qotyapti basharang debsan. Bu yerga tashlayveramiz va bu go'shtni ham, korotchida xo'sh, oltinga kerak tashlayveramiz. Yana nima? Bularni ham tashlayveramiz. Mana ko'mir blok bilan biz obsidian deb o'ylabmiz. Xo'sh, okey. Qani bo'lmasam endi nima qilamiz-da? Xo'sh, mayli bola. Bizdan nezirga yo'l olamiz. Qani bo'lmasam nezirga kirdi, yo sindirib bo'lmaskan. Mayli. Qani endi bizga kiramiz. Xo'sh, okey. Endi esa mana bola nezirga ham kirdik. Da mana bola biz ham nezirga zo'rda. Xo'sh, mayli endi esa bu yerdan ozgina aylanib qizil qal'a qidirishga yo'lga tushamiz. Okey, bizda oyoq kiyim zo'r va aytgancha bizda damlama bor ekan. Effekt bor ekan. Da. Xo'sh, endi esa qani ko'ramiz qanday sindirar ekan shu obsidian blokni va yaxshi bo'ladi. Atak bizga nima kerak? Portal blok bo'lsa. Yo, lava qo'rqmayman, menda effekt bor-ku. Xo'sh, okey, endi esa obsidian qo'yib chiqib ketaman, zo'r bo'laman. Okey, endi esa sindirishni ko'raman. Xuddi kreativda sindiryapman, deb bo'ldi. Xo'sh, mayli endi esa biz bu yerdan chiqamiz va qidiramizda qizil qal'ani bizga, chunki qizil qal'a kerak deb bo'ldi. Xo'sh, mashinadan hozir yo'l qilmasam o'lib ketaman. Xo'sh, okey, endi esa biz yo'lga tushamiz va bu yerda bitta jinni bor ekan. Va lavaga go! Akanchi o'lmaydi-ku, to'g'rimi? O'zi yongan. Yana tushib ketmay. Okey, mayli endi esa biz bu lavani tepasidan sakrab o'tamiz. Tegmadimi? Xo'sh, okey, endi esa qizil qal'a qayerda bo'lishi mumkin bo'ldi. Nezirda juda aylanamiz, lekin okey. Ender pearl tashlaymiz. Bola biz lava bug'ni ko'rdik, blokini. Menga gap yo'di, shuni ko'ryapsizlarmi? Men topdim-da. Xo'sh, okey, endi esa yana ender pearl otamiz. 6 ta qoldi. Bunda ender ko'z beradimi yoki yo'qmi? Shuni bilmayman-da, shunisi yomon. Chunki yana keyin 1 soat qovoq kalla topish kerak. Xo'sh, okey, endi esa nezirda qiladigan ish ham yo'q. Okey-da. Mabetda gaz bor ekan, o'ynaymiz. Tekis olmadim. Qani bu bilan pastroq ketdimi? Yana past ketyaptimi? Va yana o'zimga tegib ketdi. Masanga. Xo'sh, okey, mayli, kirka bilan va golda. Короче, 5-0 ga O'zbekiston yutqazdi. Bo'ldi. Mavzuga qaytamiz va bu yerda bo'ldi, portal blokni qo'yib ketamiz. Boshqa qiladigan ish qolmadi. Короче, bizga ketdi. Oddiy olamga. Xo'sh, okey, va biza manimcha shaxtida biz paydo bo'ldik. Basharang yotibsan, shaxtida ham paydo bo'ladimi odam? Xo'sh, okey, qani pastroqga tushamiz. Dastlabki qop-qorong'u, lekin menga normallik ko'rinadi. Normali betdan chiqib ketamiz. Bu yerda normal narsa yo'q va oxirgi ender pearl yo'llama sindir. Короче, tepaga ham bollar chiqib oldim. Xo'sh, okey, endi bo'lsa qor kerak-da. Kerak emasmi? Bollar, короче, bizga birinchi navbatda hozir daraxt kerak. Daraxt olamiz. Sindirishi normal edi. Unchamasin, bo'ladi. Sehr bor-da. Xo'sh, endi esa bitta biz sirrazi hozir bitta lapata yasab olamiz-da. Va o'zimizga bitta oltinli bolta ham yasab olaman-da. Xo'sh, bu toshlikdan ancha yaxshiroq. Lekin qachon Ender Dragonga boraman bilmayman. Ender Dragonni o'ldirish kerak. Esinglarda bo'lsa, buni ishlatib Ender Dragonni o'ldirmoqchi edim. Ancha oldin olgandim bu videoni. Lekin Minecraft qotib qolib, короче, o'ldirmagandim, esinglarda bo'lsa. Bugun o'ldirishga harakat qilamiz. Bilmayman buni qotayotgan Minecraftda. Xo'sh, mayli, yana
Xo'sh, bizga qor kerak-da. Короче, bola, men 1 soat yana narsa qidirishni istamadim. Shuning uchun prosta qovoq kallalar va 1 stak qor blokni chetdan olishga qaror qildim va olib bo'ldim. Sho'rib o'tiraman masalada. Xo'sh, okey, mana bu yerga yaxshiroq joyga kelamiz. Qotmaydigan joylarga. Xo'sh, okey, endi esa biz qor bolani yasab o'ldiramiz. Normalniy endi narsalar bergandir. Narsalarni zo'rligini yana portal blok beribdi. Xo'sh, mana bu yerga yasab bizga hozir sandiq kerak. Mayli, bularni ham hozir qor blok qilib olamiz. Kamonni zo'rligini. Menikidan zo'r ekan. Okey. Mana boltani almashtirib oldik va endi bizda qilich ham bor. Okey, buni nima desa bo'lamiz? Portal blok kerak bizga. Xo'sh, okey. Qor bloklarni yasab oldik. Mayli, bizga baribir kerak emas ular. Xo'sh, narsalar juda ko'p, qanday taxlashni bilmayapman, shuning uchun mana bu yerga sandiqni bir nimalar qo'yish kerak. Mana endi zo'r bo'ldi. Okey. Короче, tepaga chiqamiz, o'ldirib kelaveramiz. Yaqqa. Namuncha yana ko'p narsalar berdi. Yana bir marta yepam. Kristal berdi. Kristal berdi. Xo'sh, okey, narsalarni sandiqqa qo'ydik va endi esa bu yerga yana bitta sandiq qo'yamiz va bu narsalarni ham olamiz. Endi esa bularni sandiqga qo'yamiz. Qo'ydik, endi esa bularni bu yerga Xo'sh, bu yerda almos qolib ketdi-yu. Xo'sh, buni bu yerga qo'yamiz. Короче, endi esa yana qor bola o'ldiramiz. Toki ender ko'z tushmaguncha o'ldiraveramiz-da. Xo'sh, o'ldirdik. Bola ender ko'z tushdi. Bo'ldimi? Endi bizga portal ham bor. Nima bo'ldi? Endi yasab ketamiz. Hozir shunlarni o'ldirib olay. Bu narsalarni men bilaman, lekin boshqa hech kim bilmasligi mumkin. Bu bo'ldi. Bizga hech narsasi prosta yerga qo'ysak ketamiz shu narsa bilan. Teksturasini ko'rinmayapti, lekin bu blok bola. Bo'ldi, o'sha kelsak ham bo'laveradi. Ko'zni keragi yo'q. Mayli. Xo'sh, boshqa oltin olma yo'q, sehrlangan. Xo'sh, okey. Xo'sh, okey, bola, biza davay ketdi, tayyormiz. Endi buni mana yerga qo'ysak, уже portal tayyor. Короче, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Biza go ketdik. Okey, mana bola, biza ham kirdik. Okey. Va ender pearl olmabman. Nima qilaman endi? Portal blok bilan qurib ketaveraman endi. Xo'sh, okey. Endi esa bola, mana biza ender dragon yoniga ham kelib oldik va bu yerda kamon esdan chiqibdi. Basharanga otibsan. Короче, bularni men bola video qotgan uchun tezlashtirib tashladim. Bu yerni короче o'zingizlar ko'rasizlar-da. Musiqa bo'lib turadi. Bola, короче, bu Minecraftda bunday qilish juda qiyin, ayniqsa bir kishi va telefon juda ham qo'tayotgan bo'lsa. Ko'rib turgan edingiz, men 3.2 FPS o'ynayapman. Qulab ketdi. Bola, o'ldira olmadik. 3.2 FPS da o'ynayotgan edim, ya'ni yana bitta o'zim. Yana o'ldira olmadim va epic narsalar bu safar yanimcha yaxshi bo'ldi degan umiddaman. Короче, yana bitta qora bola o'ldiramiz. Bola, bu modni men o'z Telegram mod kanalimga tashlab qo'yaman. Silka описаниеda bo'ladi va Endermandan epic narsalar degan videoni ham chiqaraman agar sizlarga qiziq bo'lsa. Xo'sh, okey. Almas blok tushdimi? Okey.
Portal blok boshqachasi borlar. Menimcha birinchi marta ko'rdinglar. No, okey-da. Xo'sh, bugungi video shundan iborat edi bolalar. Keyingi video qanaqa bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Xohlasanglar, Endermandan epik narsalar olaman. Lekin Endermanni o'ldirish juda ham muammo va qiyin. Minecraftni qotadimi yoki yo'qmi? Kommentariyaga yozib qoldiringlar. 67 mingta like. Keyin esa yangi video chiqadi. Oyna zo'rligini qaraydi. Ha bola, video tugadi. Voy, tugadi.